Qaranglar, menimcha ko'pchilik aynan mana shu doston lahzani kutgan edi, to'g'rimi? Bu qo'liga oddiygina belkurak ko'tarib olgan yigitning asl ismi Kim Suho, lekin o'zining sobiq yordamchisi va g'alati uy hayvonlari bilan birga bu noma'lum dunyoda uni Lloyd Frontera deb atashardi. U tepalikda belkuragini yerga bir urishi bilan butun boshli ulkan qurilish loyihalari, chizmalar va binolar manzarasi paydo bo'ldi. Bu uning oddiygina quruvchi muhandis bo'la turib, butun dunyoni qanday qilib butunlay o'zgartirib yuborgani haqidagi ajoyib hikoya. U do'sti Xavierga qarab, bularning hammasi pul og'ayni, faqat pul, deydi. Xavier esa uning oxir-oqibat aqldan ozganini aytdi. Bir necha yil oldin qandaydir sirli kuchini tanlab olgandi. Endi u o'tgan tunda o'qiyotgan Qon va Temir Ritsar nomli romanning qahramoniga aylanib qoldi. Tizim unga omad tiladi og'ayni. Suho esa nima bo'layotganini tushunmay hayron. Axir u tomchi ham ichmagan bo'lsa, qanday qilib ko'ziga g'alati narsalar ko'rinyapti? U o'ziga savol berdi. Yo'q, endi bu o'sha internet romanlardagi tez-tez uchraydigan isekai dunyosimi? Demak, men hozir boshqa dunyoga tushib qoldimmi? Lekin nega u shahar tashqarisida muzdek sovuq yerda uyg'ondi? U qotib qolgan, usti-boshi iflos va ahvoli umuman chatoq edi. Tizim unga ko'chada uxlagani uchun o'zida qandaydir g'alati anormallik borligini xabar berdi. Suho esa tizimning bu asabga tegadigan gapirish tarzidan g'azablanib, unga baqirib yubordi. Endi u isekai romaniga tushib qolganini aniq biladi. Lekin qishloqda yashaydigan va ko'chada uxlaydigan qaysi bechoraning tanasiga tushib qoldim ekan deb o'yladi. Shu payt kimdir unga yaqinlashib, yosh xo'jayin Lloyd deb chaqirdi va uni hamma joydan qidirib, nihoyat topganini aytdi. Uning qarshisida Qon va Temir Ritsar hikoyasining bosh qahramoni Xavier Asraxan turardi. Suho yigitning xuddi romandagi rasmlardagidek juda kelishgan ekanligini ko'rib qoyil qoldi. Lekin shoshma, u hozirgina uni Lloyd dedimi? Xavierning qilichboz safidagi dong'i hikoya davomida butun qit'aga tarqaladi. Biroq boshida u shunchaki Baron Arcos Fronteraning ismsiz ritsar edi xolos. Baronning to'ng'ich o'g'lining ismi esa topdingiz, xuddi o'sha Lloyd Frontera edi. Lloyd ichida, "Obbo, nahotki o'sha ishyoqmas yaramas men bo'lsam", deb o'yladi. Xavier uni hurmat bilan, ism bilan chaqirdi. Hech qachon yuziga yaramas demadi. Lekin qahramonimiz o'zining kimligini yaxshi anglab turibdi. Bu ham bitta yutuq. Tizim esa Xavierning kayfiyati hozircha zo'r ekanligini xabar qildi. Keyinroq yosh xo'jayinni isitish uchun kamin olovini ko'ylayotgan Xavier kechasi bilan nima balo bo'lganini rostdan ham eslay olmasligini so'radi. Ma'lum bo'lishicha, u shunchalik ko'p ichganki, butun boshli barni ag'dar to'ntar qilib tashlagan. Uyga yo'lni esa faqat hayvoniy instinkt bilan topib, yo'lning o'rtasida hushidan ketib yiqilgan. Lloyd ichida, haqiqiy tentakdan shuni kutish mumkin edi, deb o'yladi. Xavier esa dadasining qattiq xavotir olib, uni qidirishga yuborganini aytdi. Agar o'sha ishyoqmas o'g'il uyga umuman til tortmay, o'lik holda qaytib kelsa, bechora ota qattiq xafa bo'lardi-da. Lloyd esa hali ham muzlab, qaltirab o'tirardi. Xavier unga yaxshilab dam olishni tayinladi va bo'lib o'tgan voqealar haqida hisobot berishni aytdi. Qahramonimiz bosh irg'ab qo'ydi. Lekin Ritsar xonadan chiqib ketishidan oldin Lloyd to'satdan, "Bizning oilamiz qarzlari tiqilib yotibdi, to'g'rimi?" deb so'rab qoldi. Xavier esa bu umuman yangilik emasligini, bunga hech kim ajablanmasligini aytib, eshikni tars etib yopib chiqib ketdi. Lloyd xonada yolg'iz, chuqur o'yga to'lib qoldi. Axir u bu romanning har bir harfini yoddan biladi. Universitet yotoqxonasidagi so'nggi kechada u asarni to oxirgi bobigacha o'qib chiqqan edi. Albatta, u Lloydning qanday fojiali taqdiri borligini ham juda yaxshi bilardi. Boshida baron va baronessa qandaydir firibgarning tuzog'iga tushib qolishgan. Lloyd esa oxir-oqibat qon qusib o'ladigan haqiqiy piyonista va ko'chadagi daydi edi. Zodagon bo'la turib o'z hayotini shunday xarob qilganini qarang-a. U yana o'ziga o'zi savol berardi. Meni tanlab olgan o'sha afsonaviy kuch o'zi nima balo edi? Iltimos aytinglarchi, shunday baloga qolish uchun men nima gunoh qildim o'zi? Ertasi kuni ertalab kutilganidek, Xavier Lloydning onasiga hamma sirini ochib berdi. Aslida qahramonimiz o'tgan tunda shunchaki roman o'qib o'tirgan edi. Qandaydir barni ag'dar to'ntar qilmagandi-ku. Onasi Marbella undan rostdan ham shunday qildingmi deb so'radi. Lloyd esa vaziyatni yumshatish uchun borib kechirim so'rashni aytdi. Lekin uning bu gapi narga ikkovini shunday qo'rqitib yubordiki, ko'rsangiz edi, Suho ichida rostdan ham bu uyga shunchalik yomon odam bo'lganmi o'zi deb hayron qoldi. U Xavier bilan birga shahar bo'ylab o'sha bar tomon yurib ketayotganda, vaziyat u o'ylaganidan ham yomonroq ekanligini isbotladi. Uni ko'rgan odamlar qo'rquvdan yashirinishyapti, har tomonga qochishar, derazalarni taqqillatib yopib, bolalarni uylariga tortib ketishardi. Dahshat. Tasavvur qilyapsizlarmi? Tizim unga ochiqchasiga, "Sen odamlarning g'ashiga tegyapsan", deyapti. Lloyd esa Xavierdan nega orqasidan soya kabi ergashib yurganini so'radi. Xavierning javobini qarang. Kechagi sharmandalik yana takrorlanmasligi uchun
yosh xo'jayin. Lloyd hayron bo'lib, meni himoya qilish uchunmi desa, Xavier sovuqqonlik bilan, "Yo'q janob, men sizni emas. Bechora odamlarni sizdan himoya qilyapman", dedi. Ana xolos. Suxo esa oilaning qarzlarini yopib, umrining oxirigacha mazza qilib, boyvachchalarcha zodagon bo'lib yashashni orzu qilyapti. Keyin u tizimdan qandaydir maxfiy qobiliyat bormi deb so'radi. Tizim esa unga chiqindi degan passiv qobiliyatni ko'rsatdi. Bu qobiliyat odamlarni unga faqat nafrat bilan qarashga majbur qilar ekan. Qoyilmisiz? Ikkinchi qobiliyatining nomini eshiting. Muammoli pianista. Lloyd bundan shunday asabiylashdiki, "Hali ko'rasanlar, boplayman", deb baqirib yubordi. Shu payt Xavier unga qarab, "Qayoqqa ketyapsiz o'zi? Bar bu yoqda-ku. Kechirim so'rashni bahona qilib qochmoqchimisiz?" deydi. Lloyd esa darrov o'zini oqlab, "Yo'q, shunchaki yo'lni yo'qotib qo'ydim. Adashib ketdim", deb bahona qildi. Qip-qizil yolg'on-ku bu, to'g'rimi? Xavier unga shubha bilan qarab turdi-da, "Mayli, oldinga yuring", dedi. Lekin Lloyd barga kirganida o'zini xuddi o'tgan tundagidan butunlay boshqa odamga aylangandek his qildi. Chunki o'tgan tunda bu yer haqiqiy jang maydoni bo'lgan. Bar butunlay vayron qilingandi-da. Lloyd sekin joyiga o'tirib, kechagi to'polon va vayronagarchilik uchun hijolat bo'lib kechirim so'radi. Bar egasi esa qo'rquvdan qaltirab, "Hech qisi yo'q, yosh xo'jayin, faqat iltimos menga tegmang", deb yalinishni boshladi. Tasavvur qilyapsizmi, bechora chol qanchalik qo'rqib ketgan. Lloyd u yerdan kayfiyati tushib, rosa xafa bo'lib chiqdi. Xavier esa unga, "Siz nafaqat barni, balki bu bechora odamning yillar davomida yiqqan mehnatini, bezaklarini ham yo'q qildingiz", deb tuz sepyapti. Qishning qahraton sovug'ida qariyalarga qiyin, ayniqsa sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa. Bu sovuq iqlimda bechora cholga, ayniqsa onasi bilan yashash qanchalik azob ekanligini o'ylab ko'ringa. Shu payt uning kallasiga dahshatli bir fikr kelib qoldi. Agar bu yerda istaladigan pol, ya'ni tepli pol bo'lganda edi, shoshma, uning miyasida lampochka yonib ketdi. Haqiqiy daho muhandis sifatida u bu qoloq dunyoda umuman yo'q bo'lgan isitish tizimini o'ylab topdi. Agar u buni qursa, soqqani tagida qoladi. O'sha shoqmas Lloyd bunaqa narsani tushida ham ko'rmasdi. Lekin bizning Kim Suxo uchun bu oddiy holat. Axir u armiyada ham kecha-yu kunduz g'isht terib, o'z qo'llari bilan qurilish qilgan bo'ladi. Mana baronning qarzlarini qanday qilib yopamiz, deb o'yladi. Qani ko'ramiz, bu dahshatli reja o'xsharmikan? Shunday qilib qahramonimiz Xavierga qarab, "Barga qaytamiz", deb yosh xo'jayin sifatidagi o'zining birinchi doston buyrug'ini berdi. Tizim esa uni darrov tabriklab, "Haqiqiy sarguzashting endi boshlandi bolakay", deb xabar chiqardi. U endi munosabatlar ballari degan g'alati tizimga ega bo'ldi. Ya'ni hikoyadagi muhim qahramonlar bilan munosabatini yaxshilasa, ball yig'ilib borar ekan. Lekin hozircha unda ro'porosa 0 ball. Ana xolos. U bu ballar xuddi o'yindagi XP, ya'ni tajriba ballariga o'xshasa kerak deb o'yladi. Keyin sekin Xavierga, ya'ni romanning asl bosh qahramoniga ko'z qirini tashladi. Qarasangiz Xavierning unga nisbatan ijobiy taassuroti bor ekan. -30 ball. Lloyd ichida, "Iya, -30 ham ijobiy bo'ladimi? Hazillashyapsanmi?" deb qotib qoldi. Vaziyatni o'rganish uchun u Xavierga qarab, "Og'ayni, bugun juda ochilib ketibsan, ko'zni olyapsan", deb xushomat qildi. Lloyd shunchaki shirin muomala qilmoqchi edi, lekin Xavierning ta'siroti yana 1 ballga tushib ketdi. Xavier esa sovuqqonlik bilan, "O'zim ham bilaman kelishganimni", deb javob berdi. Lloyd ichida, "Obbo, bu usul o'xshamadi, ayniqsa erkak kishiga bunaqa gapirish g'alati bo'ladi", deb o'yladi. Barga qaytganlarida Lloyd qo'lida bitta qog'oz bilan turardi. Bu shartnoma edi. Pudratchi va usta Lloyd Frontera u kechagi hamma zararni o'z yonidan qurilish qilib qoplab berishini aytib, bar egasidan shartnomaga qo'l qo'yishini so'radi. Lekin bechora chol shunchalik shubhalanib turardiki, ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rib yig'lagingiz keladi. U hatto miyasida aqliy devor qobiliyatini yoqib oldi. Lloyd, "Voy, yomon nom chiqargan qiyin-da", deb o'yladi. U bu usulni ishlatmoqchi emas edi, lekin iloji yo'q. Endi bizning ko'cha bezorisi degan avtoritetni ishga solishga majbur. Lloyd cholga qarab do'qurdi. "Qarang, tezroq bo'ling, nega buni tezroq imzolamaysiz-a? Biz har kuni ko'rishayotganimiz yo'q-ku, ota. Nima menga ishonmaysizmi? Va bilasizmi nima? Bu ishladi." Chol qo'rqqanidan shartnomaga darrov chizib tashladi. Hatto tizim ham unga, "Sen hozir haqiqiy yaramasdek ish tutding", deb xabar chiqardi. Lekin Lloydning parvoyiga ham kelmadi. Asosiy reja ishladi-ku. Birinchi shartnoma naqd qoyil, deb jilmayib qo'ydi u. Keyin bar egasiga qarab hayotdagi eng zo'r tanlovni qilganini aytdi. Qo'lida bo'sh yerning xaritasi bor. Oddiygina qurilish boshlashga hamma narsa taxt. Unga hatto aniq o'lchovlar kerak emasdi. Lekin Xavier shubha bilan qarab, "Siz bar egasini majburlab qo'l qo'ydirdingiz. Bu nima, bezorlikning yangi usulimi?" deb so'radi. Lloyd esa darrov o'zini oqlab, "Jilovni tort, og'ayni. Sen hozir kognitiv buzilishni, ya'ni miyangda xato o'ylashni boshdan kechiryapsan", deb javob berdi. "O'tmishda qandaydir xatolar qilgan bo'lsam, endi doim shunaqa yomon odam
bo'lib qolaman degan emas-ku, to'g'rimi? Bu xuddi teskari nostalgiya, miyangda qotib qolgan eski va zararli fikrlar, deb tushuntirdi Lloyd. Xavier esa bo'sh kelmay, bu zararli fikr emas, bu sizning oldingi qilmishlaringizdan kelib chiqqan hayotiy tajriba, deb javob qaytardi. Lekin Lloyd ayyorgina jilmayib, axir bu tajribang ham o'sha eski o'tmishdagi Lloydning qilmishlaridan olingan-ku, deb mot qilib qo'ydi. Xavier bahsda yutqazdi va ichida qachondan beri bu ish yoqmas, shunaqa zo'r gapiradigan bo'lib qoldi o'zi, deb hayron bo'lib qoldi. Lloyd esa belkurakni olib, yerni qazishni boshlar ekan, men bu bar egasi va uning onasining yuziga tabassum ulashaman, deb baland ovozda aytdi. Lekin ichida o'zining shaxsiy rejasini o'ylab, ularning tabassumi mening kelajagimdagi boyligimning poydevori bo'ladi. Soqqani bosamiz, deb kulib qo'ydi. Shunday qilib bu ishga kirishdi. Yerni qazidi, tuproqni u yoqdan bu yoqqa tashladi. Xullas, yaxshigina ishladi. Past shiftli zo'r bir karkas qurildi. Keyin oilaviy qasr omboridan og'ir yog'ochlarni tashib kelib, haqiqiy uycha qura boshladi. Qizil loyni shunday ustalik bilan suvadiki, ko'rib qoyil qolasiz. Lloyd bu ishga naq bir hafta ketganini aytdi. Xavier esa buni ko'rib og'zi ochilib qoldi. Lekin Xavier qarab turmadi, boltani qo'liga oldi-da, qalin yog'ochdan qanday qilib taxta qilishni ko'rsatib qo'yaman, degandek hamma xodalarni osmonga irg'itdi. Havoda ularni shunday dahshatli aniqlik bilan epik tarzda chopib tashladiki, hammasi bir xil taxtaga aylandi. Lloyd buni ko'rib, voy bu qoyil deb hayratdan qotib qoldi. Lloyd ichida bu yigit bekorga qilichbozlik ustasi emas ekanda, deb o'yladi. Keyin sekin tomog'ini qirib, Xavierdan yerni qazishga yordam berishini so'radi. Xavier boshida yordam berganiga ming afsus qildi. Lekin Lloyd ayyorgina kulib, nima faqat qiziqish uchun yordam beryapsanmi? Qachon yana qovun tushirarkan deb o'ylayapsan-a? Undan ko'ra kel shu ishni tezroq tugataylik. Sen ham o'z vazifangdan qutulasan. Nima deding? deb so'radi. Xavier o'ylanib qoldi. Aslida u haq, Lloyd shu kunlarda umuman o'zgarib qoldi. Xavier chindan ham bu ish yoqmas yigitning ishonchli va yangi odamga aylanganini o'z ko'zlari bilan ko'rib, tasdiqlamoqchi edi. Qani ko'ramiz bu ikkisi birgalikda nimalar qilar ekan. Shuning uchun u tezroq haqiqatni bilish maqsadida yordam berishga kirishdi. Ular qazishdi, tinmay qazishdi va ancha vaqtdan keyin barning orqasidagi bu mitti kulbani nihoyat bitirishdi. Lloyd peshonasidagi terni artib, "Xudoga shukr, oxiri tugatdik", dedi. Xavier eshik tepasidagi g'alati yozuvli taxtachani ko'rib, "Bu nima balo harf o'zi?" deb so'radi. Lloyd esa g'urur bilan, "Bu mening shaxsiy logotipim, brendim og'ayni, meni ifodalaydigan belgi", deb maqtanib qo'ydi. Keyin Xavierga qarab, "Qani bar egasiga qanday yomonlik qilganimni bir tekshirib ko'ramiz-a?" deb ko'z qisib qo'ydi. Birozdan so'ng istaladigan tosh pol tizimi to'liq ishga tushdi. Bar egasi hayratdan qotib qolgan. Onasi esa bu issiqlikdan shunchalik mazza qilyaptiki, onaxon yuzida tabassum bilan qotib qolgan bo'g'imlari yozilib ketayotganini aytdi. "Oh, qanday mazza, qanday issiqlik", derdi onaxon. Bar egasi esa ko'zlariga ishonmay, "Bu qanday mo'jiza? Buni qanday qildingiz o'zi?" deb so'radi. Lloyd ichida, "Bu qoloq dunyo odamlari uchun bunday narsalar mo'jiza bo'lishi tabiiy hol", deb jilmaydi. Axir bu tepli pol, ya'ni istaladigan tosh pol tizimining afsonaviy kuchi edi-da. Bar egasi unga tinmay rahmat aytib, onasi ancha vaqtdan beri bunday xursand bo'lmaganini aytdi. Xavier chekkada turib, bar egasi va uning onasi xuddi Lloyd aytganidek chin dildan jilmayishganini ko'rdi. U o'ziga savol berdi. Nahotki bu yigit o'zining gapirish va o'zini tutish tarzini shunchaki odamlarga yomonlik qilish uchun o'zgartirgan bo'lsa? Yo'q, aslo unday emas. U bergan va'dasining ustidan chiqish uchun rostdan ham tinmay qattiq mehnat qildi. Xavier ichida, nahotki bu tentak rostdan ham o'zgargan bo'lsa, deb o'ylanib qoldi. U odamlarning Lloyd qilgan ishidan qanchalik baxtiyor ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rib turardi. Shu payt tizim Lloydga xabar berdi. Xavierning ijobiy ta'siroti naq 2 ballga oshdi va munosabatlar biroz iligani uchun u 36 MB ishlab oldi. Qisqasi do'stlar, MB degani bu munosabatlar bali. Shuning uchun video davomida qachon MB desam sirazu tushunib olinglar, xo'pmi? Qani, davom etamiz. Lloyd esa Xavierga qarab ayyorgina jilmaydi. Nima bu ish yoqmas, qanday qilib bunaqa zo'r narsa qurdi deb hayron bo'lyapsanmi? Bo'lishi mumkin emas deyapsanmi? Lloyd ichida birinchi shartnomasini 100% muvaffaqiyatli bajarganidan rosa xursand edi. To'g'ri, u o'sha yog'ochlarga ancha-muncha soqqa sarflab yubordi, lekin hozir bu umuman muhim emas. Aslida bu qurilgan narsa kelajagidagi biznesini reklama qilish uchun shunchaki namunaviy uy, ya'ni showroom edi. Bir necha kun o'tib, bar egasi bu mitti uycha orqali soqqa
yoqani bosishni boshladi. Qishloq odamlari xuddi yangi iPhone chiqqandek. Bu issiq saunaga kirish uchun turnaqator navbatga turishardi. Hamma ichkaridan mazza qilib, qip-qizarib isinib chiqishardi. Qo'yilmisiz? Lloyd ularga ikkita zo'r chizmani ko'rsatdi. A variant xuddi shu kulbadek hovlida quriladi. B variant esa uyingizdagi tayyor xonani shunday issiq qilib ta'mirlab beramiz. Agar ikkalasiga ham zakaz qilsangiz, dahshat chegirma qilib beraman, dedi u. Lekin tizim unga odamlar hali ham ishonmayotganini aytdi. Lloyd asabiylashib, nega menga ishonishmaydi o'zi? Axir bunaqa arzon narxga bunday zo'r narsani tushlaringda ham ko'rmaysizlar-ku, og'aynilar, deb baqirdi. Lekin ayni shu qizg'in paytda kimdir Lloydning oldiga kelib qoldi. Bu uning o'z otasi, baron Arkus Frontera edi. Hozir nima karomat ko'rsatyapsan o'zi? deb so'radi u. Albatta bu voqeadan keyin Lloydni to'g'ri uyga olib ketishdi. Katta ovqatlanish stolida faqat u va otasi yuzma-yuz o'tirishardi. Lloyd otasining ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilib, jimgina asabiylashib ovqatlanardi. U ichida ortiqcha gap so'zning keragi yo'q deb o'yladi-da, otasiga qarab, "Baragasi mendan issiq xona qurib berishimni iltimos qildi. Men borib qurib berdim, vassalom", dedi. Lloyd otasining yuziga qarab, u allaqachon hamma narsadan xabardor ekanligini tushundi. Axir u bu yerning baroni-ku, qanday qilib bilmasin? Otasi unga qat'iy ohangda, "Bizning eng asosiy vazifamiz xalqimizga g'amxo'rlik qilish. Ularga yolg'on gapirish yoki firibgarlik qilib aldashga bu yerda umuman toqat qilmayman. Tushundingmi?" deb ogohlantirdi. Lloyd darrov o'zini oqlab, "Yo'q, ota, men hech kimni aldamayapman", deb javob berdi. Keyin noqulay vaziyatdan tezroq qochish uchun stoldan o'rnidan turdi-da, "Agar boshqa gapingiz bo'lmasa, men xonamga bora qolay", dedi. U tezroq bu yerdan juftakni rostlamoqchi edi, lekin Arkus uni to'xtatib qoldi. "O'g'lim, bu ishlarni oilamizning hozirgi og'ir ahvoli tufayli qilyapsanmi? Mening ham ko'z qulog'im bor. Atrofda nima bo'layotganini juda yaxshi bilaman", dedi otasi kuyinib. Keyin u Lloydga xavotir olmaslikni, bu qiyinchiliklarni o'zi tez orada hal qilishni aytdi. Shuning uchun Lloyd pul deb to'g'ri yo'ldan adashmasligi kerak edi. Bu so'zlarni eshitib, Lloydning yuragi jiz etib ketdi. U xuddi shu gaplarni oldin ham eshitgan edi, o'zining haqiqiy otasidan. U ham qiyinchiliklarga chidab kelgandi. Bir necha yil oldin o'zining haqiqiy dunyosida u ham otasiga xuddi shunday dalda bergan bo'lish kerak edi. Qanday ta'sirli palla, do'stlar. Shunday qilib qahramonimiz qasr yo'laklarida viqor bilan yurib, o'zining daho rejalarini hisob-kitob qilyapti. Tasavvur qiling, unda allaqachon A turdagi 32 ta va B turdagi 57 ta buyurtma bor edi. U hatto qurilish uchun to'lovning yarmini oldindan undirib olgan. Soqqani bosyapti. Lekin to'satdan u ikkita shubhali basharasdan yovuzlik yog'ilib turgan odamning oldidan o'tib qoldi. Ular Lloydni baronning o'g'li ekanligini bilishardi. Birozdan so'ng baronning xonasida o'sha yaramas sudxo'rlar paydo bo'ldi. Ulardan biri Charlo degani baronga qarab do'qiryapti. "Nega tilingizni yutib oldingiz, baron? Qarzni to'la olmasangiz qasrdagi qimmatbaho narsalarni sotib bo'lsa ham pulni toping", deb baqiryapti. Lloyd esa buni eshitib ichida, "Oppa, mehmonlar ayni vaqtida kelishdi-ku", deb ayyarona kulib qo'ydi. Shu payt u o'zining MB, ya'ni munosabatlar balini tekshirib ko'rdi. Unda naq 36 bal bor edi. Lekin buni qayerga ishlatishni bilmay bosh qotgan. Tizim esa unga xushxabar aytib, bu ballar yordamida o'z qobiliyatlarini kuchaytirish mumkinligini tushuntirdi. Qani ko'ramiz, u nimalarni ochar ekan. To'satdan tizim uning butun tanasini xuddi rentgendek skaner qilib, undagi bor yashirin qobiliyatlarni tahlil qila boshladi. Tuproq mexanikasi, gidravlik mexanika. Xullas, u o'zining qurilish muhandisligi fakultetida o'rgangan va suv qilib ichib yuborgan hamma bilimlari yuzaga chiqdi. Tizim hatto uni masxara qilgandek, "Sen tashqi ko'rinishingdan ko'ra ancha aqlliroq ekansan-ku", deb xabar chiqardi. Lloyd bundan asabiylashib, bu nima deganing o'zi? Men universitetda eng yuqori baholarga o'qigan, davlat granti asosida o'qiydigan eng zo'r talabalardan bo'lganman, tushunyapsanmi?" deb baqirib yubordi. Tizim unga hozirgi bilimlari asosida ikkita yangi qobiliyatni sotib olishni taklif qildi. Boshlang'ich o'lchash va boshlang'ich dizayn. Bular mos ravishda 15 va 20 MB talab qilardi. Lloyd bu qobiliyatlar aniq nima ish qilishni to'liq tushunmasa ham, ballari yetarli bo'lgani uchun ikkalasini ham indamay sotib oldi. Va qaranglar nima bo'ldi. U boshlang'ich o'lchash qobiliyatini faollashtirgan zahoti uning ko'zlari xuddi anime qahramonlarnikidek to'satdan yorqin nur sochib chaqnay boshladi. Dahshat, nima bo'lyapti o'zi deb hayron u. Atrofdagi hamma narsa yorqin chiziqlar bilan porlayotgan edi. U derazadan tashqariga qaraganida o'zining oddiy ko'zlari bilan xuddi eng zamonaviy GPS uskunasidek aniq o'lchovlarni qilayotganini tushunib yetdi. Qoyilmisiz? Ikkinchisi boshlang'ich dizayn qobiliyati esa undan ham zo'r edi. Xuddi uning miyasiga to'g'ri
to'g'ridan-to'g'ri Photoshop dasturini o'rnatib qo'yishgandek edi. Lloyd xursandligidan "Bo'ldi, endi menga qog'oz va qalamning umuman keragi yo'q" deb yubordi. U endi qurilish ishlari ming chandon osonlashganini yaxshi bilardi, lekin baribir bitta muammo bor edi. U hamma ulkan qurilishlarga yolg'iz o'zi, ikki qo'li bilan ishlay olmaydi-ku. Qaniydi menda traktor yoki ekskavator kabi og'ir texnikalarni yasash bilimi bo'lsa edi, deb orzu qilib turgandi. Tizim to'satdan Sen ularni chiqarib olishing mumkin. deb xabar berdi. Lloyd shokka tushib qoldi. Qanaqasiga? Qanday qilib deb so'radi. Ma'lum bo'lishicha, unda tasodifiy tarzda afsonaviy mavjudotlarni chaqirib oladigan maxsus lotereya, ya'ni gacha tizimi bor ekan. U o'zining yig'ilgan MB ballarni sarflab turli xil g'ayrioddiy xususiyat qobiliyatlarga ega bo'lgan afsonaviy mavjudotlarni lotereya orqali yutib olish mumkin edi. Lloyd buni ko'rib, "Tavba, bu xuddi internetdagi qimor o'yinlari reklamasiga o'xshaydi-ku", deb kulib yubordi. Lekin bitta katta muammo bor edi. Bitta urinish naq 50 MB turardi. Lloyd asabiylashib, "Bu nimaga uncha qimmat? Isekai dunyosida ham inflyatsiya bormi deyman", deb nolib qo'ydi. Lekin keyin chuqurroq o'ylab ko'rdi. Afsonaviy mavjudotlar? Shoshma. Agar men to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, men bemalol yakkashoh, dahshatli mantikora yoki hatto ulkan ajdarni ham chiqarib olishim mumkin-ku. Axir bu har qanday og'ir texnika yoki traktordan 1000 marta foydaliroq bo'ladi. Demak, endi u tezroq MB ballarni yig'ishi. Buning uchun esa hikoyadagi afsonaviy qahramonlarning ko'nglini topish kerak edi. Xullas, hozirgi voqealarga qaytamiz. O'sha yaramas Sutxo'r Metilov baronning stolini mushtlab dag'dag'a qilyapti. "Agar qarzni to'lashga pulingiz bo'lmasa, men sizga zo'r yo'lni o'rgataman. Xotiningiz va xizmatkor qizlarni yaxshigina pulga pullab yuboradigan zo'r joylarni bilaman", deb tahdid qildi. Voy yaramasey. Arkus bu gapdan shunchalik g'azablandiki, hatto gapira olmay qoldi. Lekin shu payt Lloyd o'rtaga tushib, "Nima, sen o'zing sutxo'r bo'lganing uchun yoki do'mboqqina bo'lganing uchun odob axloq qoidalarini unutib qo'ysam bo'laveradi deb o'ylayapsanmi?" deb kesatib gapirdi. Metilov hayron bo'lib, "Sen o'zi kimsan?" deb so'radi. Arkus uni ismi bilan chaqirganida, Metilov darrov tushundi. "Aha, demak, baronning o'sha mashhur muammoli o'g'li sen ekansan-da. Nega kattalarning gapiga aralashyapsan, a? Yoki rostdan ham kallangda muammo bormi?" deb masxara qildi. Lloyd esa unga qarab sovuqqonlik bilan, "Og'zingni yop, qani menga taklifnomangni ko'rsatchi", deb buyurdi. Ikkala sutxo'r ham shokka tushib, "Nima, qanaqa taklifnoma?" deb baqirib yuborishdi. Lloyd esa xuddi tajribali yuristdek, "Qirollikning zodagonlar qonuni, 3-modda 6-qism. Qirollikdagi barcha zodagonlar o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish huquqiga ega", deb dars berib qo'ydi. Qoyilmi do'stlar? Zodagonlarning qarshisiga taklifnomasiz bostirib kirish bu to'g'ridan-to'g'ri bosqinchilik hisoblanadi, deb davom etdi Lloyd. Sutxo'rlar esa dovdirab, "Hozir bunaqa qonunlarni gapiradigan vaqt emas", deb o'zlarini oqlamoqchi bo'lishdi. Lloyd ayyorgina jilmayib, "Shundaymi? Unda kelinglar, buni amalda tekshirib ko'ramiz", dedi-da Xavierni chaqirib, "Og'ayni, iltimos, mana shu bosqinchilarning qo'llarini chopib tashla", deb xotirjam buyruq berdi. Xavier umuman ikkilanib qoldi. Qilichini qinidan sug'urib, ular tomon jiddiy qadam tashladi. Charlo qo'rquvdan qaltirab, "Nima qilyapsanlar o'zi? Buni sudda hal qilamiz. Ko'ramiz sud kimning yonini olar ekan", deb baqirdi. Albatta, Xavierning ularni hoziroq chopib tashlashga tayyor turganini ko'rgan ikkala qo'rqoq ham orqasiga qaramay juftakni rostladi. Ular eshikni yopib chiqib ketishgach, Lloyd chuqur xo'rsinib, "Obbo, bu nima dahshat o'zi? Odamning asabini egovlashadi-ya", deb qo'ydi. Arkus esa xavotirga tushib, "Nima qilib qo'yding o'zi? Bu qilmishingiz vaziyatni umuman yumshatmaydi-ku", deb so'radi. Lekin Lloyd indamay otasining stoliga bir qop pulni tars etib tashladi. "Bu men olgan birinchi to'lovlar, ota. Hozircha bu birinchi oyning qarzini yopishga yetadi", dedi u g'urur bilan. Arkusning ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. "Nima to'lov, o'g'lim? Yana birovlarni tunab pulni tortib olyapsanmi?" deb so'radi. Shu payt Xavier o'rtaga tushib, "Xavotir olmang, janob. Yosh xo'jayin bergan va'dasida turishi uchun uni shaxsan o'zim nazorat qilaman", deb kafolat berdi. Arkus Xavierning yuziga qarab, u rostdan ham Lloydga ishonayotganini tushundi. Lloyd otasiga hurmat bilan ta'zim qildi-da, ishlarini davom ettirishlarini aytib xonadan chiqdi. Keyinroq qasr yo'laklarida ketishayotganda Xavier qiziqib so'rab qoldi. "Qiziq, bu qonunlarni qayerdan bilasiz o'zi? Qani ko'ramiz, bizning daho unga nima deb javob qaytarar ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? U bu qonunlarni qayerdan biladi? Albatta, romanni yodlab olganda. Aslida hikoyaga ko'ra, baron va baronessa vafot etgach, o'sha ikkita ahmoq sutxo'r ularning jasadini qazib olib sotmoqchi bo'lgan. O'shanda Xavier aynan shu qonundan foydalanib, ikkalasining kallasini sapchada
qurgandek uzib tashlagan. Sudda esa Xavier mutlaqo oqlangan. Lloyd ichida romanni o'qiganim rosa asqotyapti-ku deb xursand bo'ldi. Shu payt jiring etib xabar keldi. Baronning unga nisbatan ijobiy ta'siroti 6 ballga oshibdi. U naq 60 MB ishlab oldi. Zo'r rejadagidek endi o'sha afsonaviy mavjudotni chaqirib olaman deb o'yladi u. Keyinroq xonasida hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, o'zining gacha lotereyasini aylantirdi. To'satdan osmonda sehrli tishli g'ildirak aylanib, kichkina sehrli doira paydo bo'ldi. Qandaydir g'alati yoqimsiz ovoz chiqdi. Lloyd hafsalasi pir bo'lib turganda, doira ichidan nima chiqdi deb o'ylaysiz? Ajdarhomi? Yo'q. Bir mitti oddiygina xamyak chiqib keldi. Ana xolos. Bechora xamyak o'zini kamsitilingandek his qilib, ho'ngrab yig'lab yubordi. Lloyd xuddi uning tilini tushunayotgandek, "Ya qanaqasiga qo'lingdan ko'p ish keladi? Qani biron narsa qilib ko'rsatchi?" deb so'radi. Ma'lum bo'lishicha, bu podong deb ataladigan maxsus tur ekan va ularga juda ko'p mehr-muhabbat kerak. Ularni asosan semichka, ya'ni kunga boqar urug'i bilan boqish kerak ekan. Eng qizig'i, bu urug'lar podongning hajmini o'zgartira oladi. Qizil semichka podongni bahaybat qilib yuboradi va bu ta'sir 12 soat turadi. Ko'k semichka esa aksincha, uni mitti qilib qo'yadi. Lloyd atigi bitta munosabat balli sarflab, bu sehrli semichkalarni sotib olishi mumkin edi. Lloyd qiziqib, "Xo'sh, qanchalik kattalashasan o'zi? Odamdek bo'lasanmi?" deb so'radi. Xamyak esa g'urur bilan Podong! deb qichqirdi. Lloyd ayyorgina jilmayib, "Bo'pti, buni amalda o'z ko'zim bilan tekshirib ko'rmasam bo'lmaydi", dedi. U darrov bitta qizil semichkani berib ko'rdi va shu zahoti gumbaz. Xamyak birdan kattalashib, Lloydga kallasi bilan shunday urdiki, qahramonimiz koptokdek uchib ketdi. Lloyd zo'rg'a o'rnidan turib qarasa, uning qarshisida naq 5 metr, balki 10 metrlik bahaybat Godzilla xamyak turardi. Podong endi unga xuddi "Qalayman, zo'rmanmi?" degandek kibr bilan qarab turardi. Keyin bu ulkan maxluq o'zining birinchi darajali qazish qobiliyatini ishga soldi va bo'sh yerda bir zumda ulkan chuqur qazib tashladi. Ketidan tuproqni quritish qobiliyatini ham ishlatdi. Eng dahshati oxirida bo'ldi. U yonoq xaltasi qobiliyatini ishlatib, qazilgan hamma tuproq va toshlarni o'ziga yig'ib oldi-da, qayta ishlash uchun tuf etib tupurib tashladi. Hamma yoqqa shilimshiq so'lak sachrab ketdi. Lekin Lloydning parvoyiga ham kelmadi. Chunki u bu mo'jizadan shokka tushib qoldi. Lloyd ichida, "Yo'q, endi bu xamyak har qanday zamonaviy ekskavatordan ham 1000 marta zo'r-ku", deb yubordi. Keyinroq qasr yo'laklarida ketayotib, u bir narsani tushunib yetdi. Agar u to'satdan qandaydir afsonaviy maxluq bilan paydo bo'lib qolsa, odamlar uni jodugarga chiqarib ortiqcha muammo tug'dirishi aniq. Shuning uchun u mitti podongni sekin cho'ntagiga solib qo'ydi va kutubxonadan qandaydir chaqiriq sehri kitobini olib chiqishga qaror qildi. Shunda u o'zini hammaga "Men zo'r chaqiruvchi sehrgarman" deb alday olardi-da. Endi navbatdagi muammo, ulkan qurilishlar uchun ishchilar topish kerak. Ertasi kuni ertalab uning qarshisida bir to'da askarlar saf bo'lib turardi. Lloyd ularga qarab, "Qani hammang men bilan qaytar. Xavfsizlik birinchi o'rinda", deb buyruq berdi. Ular g'uldirab takrorlashdi. "Xavfsizlik birinchi o'rinda". Aslida bular baronning shaxsiy armiyasi edi. Lloyd hayron bo'lib, agar baronning shuncha qarzi bo'lsa, nega bu ish yoqmas foydasiz tekinxo'rlarni hali ham haydamagan ekan-a, deb o'ylanib qoldi. Lekin bizning aqlli Lloyd darrov foydani sezdi. "Opa, demak ishchi kuchiga umuman pul ketmaydi. Tekin mardikorlar-ku bular", deb xursand bo'ldi. Keyin u hammaga qarab xuddi generallardek baqirdi. "Hammang quloq sol. Armiyaning asosiy vazifasi nima? Albatta buyruqni bajarish va qora mehnat." U o'zining haqiqiy hayotida armiyada xizmat qilgan paytlarida yer qazish va o't yulish oddiy mashg'ulotdek gap bo'lganini esladi. Hatto o'z qo'llari bilan butun boshli uy qurganini aytmaysizmi? Keyin u askarlarga qarab, "Ana bu tog'dek tuproq uyimni ko'ryapsizlarmi? Men tuni bilan uxlamasdan o'z qo'llarim bilan qazib chiqdim", deb maqtanib qo'ydi. Lekin ichida, qip-qizil yolg'on-ku bu. Aslida buni mitti podong atiga 30 daqiqada qilib tashladi-ku", deb ayyirona kulib qo'ydi. Va u askarlarga qarab, bu qishloqni qutqarish uchun birinchi doston qadamni tashlashlarini, ya'ni xalq uchun istaladigan super xonalarni qurishlarini e'lon qildi. "Buning uchun birinchi navbatda mana shu tuproqni qurilish maydoniga tashib o'tishimiz kerak. Qani olg'a", dedi u. Lekin askarlar bu qora mehnatni eshitib unchalik xursand bo'lishmadi. Shu payt to'satdan Frontera baronligining eng katta ritsari, kibrli Newman paydo bo'lib qoldi va yosh xo'jayinga qarab, "Mening askarlarimga nima ish buyuryapsiz o'zi?" deb do'qurdi. Lloyd esa ichida, "Aha, o'ljam o'zi qopqonga keldi. Seni kutayotgandim", deb jilmaydi. Qaranglar, bu qasrda jami 3 ta ritsar bor. Bittasi shu Newman, keyin Bayern va oxirgisi bizning bosh qahramon Xavier.
Romanga ko'ra qasr inqirozga yuz tutganda faqat Bayern va Xavier oxirgacha sodiq qolishgan. Bu yaramas Newman esa xuddi kalamushdek birinchi bo'lib kemani tashlab qochgan. U baronning sirlarini firibgarlarga sotib yuborgan xoin edi. Lloyd endi undan hamma qilmishlari uchun qattiq o'ch olishni reja qilib qo'ygandi. Lloyd Newmanga qarab sovuqqonlik bilan "Nima ko'zing ko'r bo'lib qolganmi? Nima qilyapmiz deb o'ylayapsan o'zi?" deb so'radi. Kibrli Ritser esa "Men o'z askarlarimga bunday iflos qora mehnatni ravo ko'rmayman. Ritserlar sardori sifatida bunga umuman yo'l qo'ymayman" deb tepadan keldi. Lloyd ichida bor tentak. Men axir sizning qarzingizni yopish uchun soqqa qilyapman-ku deb asabiylashdi. Keyin u baronning, ya'ni otasining shaxsan ruxsatini olganini aytdi. Lekin Newman bosh kelmay, baronni qanday qilib laqillatganingni bilmayman. Lekin sening o'tmishingdagi qilmishlaringni hamma biladi. Sen askarlardan o'z manfaating yo'lida foydalanyapsan deb tuhmat qildi. Lloyd esa yorona kulib, "Bilasizmi janob Newman, siz haqsiz" dedi-da kutilmaganda belkurakdagi bir qism tuproqni shartta uning basharasiga otib yubordi. Newmanning yuzi tuproqqa belanib, g'azabdan portlab ketayozdi. Basharasi tuproqqa belangan Newman g'azabdan qaltirab, "Sen qanaqa ahmoqsan o'zi? Mening ritserlik obro'yimni to'kmoqchimsan?" deb baqirdi. Lloyd esa xotirjamlik bilan, nima deding? Agar shunchalik zo'r bo'lsang, kel duelga chiqamiz, yakkama-yakka" deb unga ochiqchasiga vizov tashladi. Newman tishlarini g'ijirlatib, "Hali bundan qattiq afsuslanasan, yaramas" deb do'qurdi. Biroz vaqt o'tgach, Xavier Lloydning oldiga kelib, "Bir oydan keyin Newman bilan duelga chiqarkansiz. Nima yutishingizga shunchalik ishonchingiz komilmi?" deb hayron bo'lib so'radi. Lloyd ichida, yo'q endi qanaqasiga yutaman, ahmoqmisan? Uning tanasida sehrli mana yadrosi bor. U haqiqiy qilichbozlik ustasi. Men esa oddiygina quruvchiman-ku" deb dodlab yubordi. Aslida bu uning pul ishlash rejasining bir qismi edi. Avval barondan ruxsat oldi, keyin ataylab janjal chiqarib, Newmanni chalg'itib o'zining qurilish ishlarini davom ettirish uchun yo'ldan olib tashladi. Daho shunchaki daho. Shunday qilib Daho Lloyd fursatdan unumli foydalanib, Bayronni o'rinbosar nazoratchi etib tayinladi va butun boshli qurilish batalyonini unga topshirdi. Lekin u hammasini o'zi eplay olmaydi-ku. Shu payt Lloydning kallasiga zo'r fikr kelib qoldi. U Xavierga qarab, "Menga qilichbozlikni o'rgata olasanmi?" deb so'radi. Xavier esa sirazu отказ berdi. Birinchidan uning vazifasi yosh xo'jayinga enegalik qilish, unga dars o'tish emas. Ikkinchidan u shundoq ham muammoli odam. Agar uning qo'liga qilich tushsa, atrofdagi bechora odamlar uchun o'ta xavfli bo'ladi-ku. Lloyd esa ayyarona jilmayib, "Agar menga qilichbozlikni o'rgatsang, evaziga sening uyqusizligingni davolashga yordam beraman" dedi. Xavier shokka tushib, bu ish yoqmas, mening sirlarimni qayerdan biladi?" deb hayron qoldi. Lloyd esa ichida, "Romanni yodlab olganman-ku, tentakvoy. Sening uyqusizligingni juda yaxshi bilaman" deb kulib qo'ydi. Qaranglar do'stlar, Qon va temir ritsari romanida ritsarlarning darajalari 4 ta qismga bo'lingan. Kichik qilichboz ekspert, o'rta, ilg'or va eng yuqori usta qilichboz. Xavierning hozirgi darajasi ilg'or qilichboz bo'lib, u tez orada afsonaviy usta qilichbozga aylanadi. Uning kechalari yaxshi uxlay olmasligining asosiy sababi shundaki, uning g'ayritabiiy asablari shunchalik tarang tortilganki, xuddi 24 ga 7 jangga tayyor Terminatordek. U har doim jangga tayyor, lekin hech qachon uxlashga tayyor emas. Bu kasallik usta qilichboz sindrom deb ataladi. Lloyd ichida, albatta bu ilmiy bilimlar hali qishloq joylarga yetib kelmagan. Shuning uchun Xavierning o'zi ham nima bo'layotganini bilmaydi deb o'yladi. Va u Xavierdan taklifga rozi bo'ldimi yoki yo'qmi deb so'radi. "Uyqusizlikdan qiynalayotganing yuzingdan ma'lum-ku o'g'ayni. O'zingni aktyor qilib ko'rsatma" dedi u. Xavier og'ir xo'rsinib, "Mayli, sizga bitta shans beraman" dedi. Lloyd, "Rostdanmi? Lekin bu oson bo'lmaydi" deb ogohlantirdi. Xavier esa kibr bilan, "Albatta qiyin bo'ladi. Siz aniq eplay olmaysiz. Men uyqusizlikni davolash uchun hamma narsani qilib ko'rganman. Kognitiv terapiya, xulq-atvor terapiyasi, dorivor o'tlar, aromaterapiya, sharq tabobati, xullas shunaqa deb sanayotganda bir necha soniyadan so'ng u xurrak yotib uxlab qoldi. Lloyd esa g'urur bilan, "Mana senga uyqusizlikni davolash, tentakvoy" deb qo'ydi. U Xavier mayorning kitobidagi barcha sehrli usullarni sanab o'tayotganda zerikib uxlab qolganini tushundi. Endi Lloyd uning barcha dahshatli qilich texnikalarini o'rganishga 100% tayyor edi. Lekin ertasi kuni Xavier unga qattiqqo'llik bilan qarab, "Qani, hoziroq stadionni 50 marta aylanib yugur" deb shafqatsiz buyruq berdi.
Lloyd indamay rozi bo'ldi va g'ing demasdan naq 50 ta aylanani yugurishni boshladi. Bir necha marta aylanib bo'lib, u Xavierning yonidan o'tib ketayotganda, Xavier ichida, "Oppa, buni kutmagandim. U umuman nolimasdan yuguryapti-ku", deb hayron qoldi. Keyin u yana aylanib keldi va to'satdan tizim uning chiqindi degan passiv qobiliyatini endi ahmoq darajasiga ko'targanini va odamlar uni ko'rganda urgisi kelishini xabar qildi. Bir necha marta aylanib bo'lib, u holdan toyib charchagan edi. Lekin bu charchoq uning Koreyadagi haqiqiy hayotidagi azoblari oldida hech narsa emas edi. U yerda uni ishdan keyin iliq kutib oladigan mehribon oilasi yo'q edi. Har kuni ertalab o'sha tor va zax yotoqxonada ko'z ochardi. Har kuni qurilishning 4-qavatiga g'isht tashib, och qolmaslik uchun har kecha yuk mashinalaridan yashik tushirardi. Faqatgina qachondir hayoti yaxshilashiga umid qilib yashardi. Qanday ta'sirli. U bechora faqat bitta iliq so'zni eshitishni orzu qilardi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen zo'rsan. Sen bunga loyiqsan. Lekin afsuski u hech qachon bu darajaga yeta olmagandi. Endi esa stadionda terlab yugurayotgan Lloyd ichida o'sha paytdagi azob va umidsizlik oldida bu yugurish shunchaki dam olishku deb o'yladi. Xavier uning rostdan ham jon kuydirib harakat qilayotganini ko'rib, mayli bu yigitga o'zimning maxfiy qilish texnikamni o'rgataman deb qaror qildi. Shu payt Xavierning ijobiy ta'siroti yana biroz ko'tarildi va qahramonimiz osongina 18 MB ishlab oldi. Lekin albatta o'sha chaqimchi Newman bularning hammasini darrov borib Baron Arkusga chaqib berdi. Arkus shokka tushib, "Obbo, o'g'lim shu kunlarda nihoyat aqlli bo'lib qoldi deb o'ylayotgandim. Yana eski hammom eski tos ekanda", dedi. U duelni bekor qilmaslik uning burch ekanligini aytdi. Lekin baribir ota yuragida Newmandan o'g'lini unchalik qattiq do'pposlamaslikni iltimos qildi. U ozgina adabini yesa aqli kirib qolar deb o'yladi ota. Newman esa yuzida soxta tabassum bilan, "Xo'p bo'ladi, baron hazratlari", dedi. Lekin ichida bu yovuzning niyatini ko'rsangiz edi. "Men bu yaramasdan shunchaki urmayman, uni o'lgudek do'pposlayman. Agar baron ko'p to'polon qilsa, uni ham, xotinini ham tinchitaman-da, hammasini baxtsiz hodisaga yo'yib qo'yaman", deb yovuzona reja tuzdi. Keyin esa bu xaroba qishloqni tashlab, katta shaharga qochib ketishini ko'zlab qo'ygandi. O'sha ish yoqmas yosh xo'jayinning ahmoqligi tufayli uning qora rejalari u kutgandan ham tezroq amalga oshadigan bo'ldi-da. Mana oradan bir oy ham o'tdi. Hamma duelga tayyor. Lloydning oilasi va ustozi Xavier hayajon bilan tomosha qilib turishardi. Newman esa allaqachon yaltiroq qilichini qinidan sug'urib, "Qani, tayyormisan bolakay?" deb masxara qilib jilmaydi. Lloyd esa hech ikkilanmasdan qo'lida oddiygina belkurak bilan jangovar holatga o'tdi. "Albatta tayyorman. Asosiysi sen o'zing kalta kiyishga tayyormisan, ha?" deb uning ustidan kuldi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Duelga belkurak ko'tarib chiqish. Bu holat hammaga g'alati tuyuldi. Newman esa g'azabdan portlab ketayozdi. Xavier diqqat bilan qarab, bu oddiy emas, balki toza temirdan yasalgan maxsus belkurak ekanligini payqadi. Lloyd buni temirchiga maxsus buyurtma qilib yasattirgan ekanda. Arkus asabiylashib, "Bu tentak bola yana ustimdan kulyapti", deb nolib qo'ydi. Lekin Xavier ichida, "Yo'q, u umuman hazillashmayapti. U juda jiddiy", deb o'yladi. Shunday qilib Arkus Lloyd Frontera va xoin Ritser Newman o'rtasidagi doston duelni ochiq deb e'lon qildi. Lloyd jangga tayyorlanib turganda, Xavier uning turish holati qandaydir g'alati, umuman Ritserlarga o'xshamasligini payqab qoldi. Newman asabiylashib, "Bu nima, qandaydir ahmoqona hazilmi bolakay?" deb ustiga bostirib keldi. Lekin uning dahshatli zarbasini Lloyd o'zining temir belkuragi bilan jarang etib to'sib qoldi. Newman shokka tushib, zarbasini o'zgartirdi. "Keyingi safar bunchalik omading kelmaydi", deb o'yladi. Lekin Lloyd uni yana osongina qaytardi. Xavier chekkadan kuzatib, bu harakatlar favqulodda aniq va samarali ekanligini, xuddi yillar davomida sayqallangan haqiqiy jangovar texnikaga o'xshashini ko'rib lol qoldi. Newman endi rostdan ham xavotirga tusha boshladi. Lloyd esa ichida kulib, "Nima, hayron qoldinglarmi? Axir Koreyadagi armiyaga borgan har bir erkak buni suv qilib ichib yuborgan-ku. Bu zamonaviy Koreya armiyasining nayza hujumi texnikasi", deb g'uldiradi. U shu harakatlar bilan Newmanga tinmay hujum qilar, tajribali Newman esa zo'rg'a zarbalarni qaytarardi. Lekin eng qizig'i keyin bo'ldi. Birozdan so'ng Lloyd shunchaki belkurakni yerga tashlab, xuddi yosh bolalardek uning ustiga chiqib sakrashni boshladi. U belkurakda sakrab turib, "Qani, kela qol yaramas, kuching shunga yetadimi?" deb Newmanni ochiqchasiga masxara qila boshladi. "Qoyilmisiz?